restoranda har bir oyda bir marta inventarizatsiya olinadi. Bu inventarizatsiyada kamomatlar restoran ishchilaridan ushlab qolinadi. Bu rostmi deysizmi? Ha, rost. Qarang, restoranda vilka, pichoq, qoshiq olib ketib qoladigan mehmonlar bor. Tarelkalargacha ham hattoki olib ketib qoladigan mehmonlar bor. Даже fujer stakanlarni sindirib, pulni to'lamasdan ketadiganlar bor. Sindirsa pulni olinadimi deysizmi? U ham olinadi. Nimagaki sizning mulkingiz emas. Bu hammasi arenda. Siz arenda uchun obslugaga pul to'lab olasiz, arenda uchun ovqat, yeb ichishingiz hammasi shu arenda. Stolingiz sizga kunda 2 soat, 3 soatga beriladi. Ovqat yeb ketganingizdan keyin tarelkasini, vilkasini, pichog'ini yoki qanaqadir inventarini olib ketib qolishingizga haqqingiz yo'q. Agar olib ketib qoladigan bo'lsangiz, bu restoranning xodimlariga minus bo'ladi. Chunki har bir oyda inventarizatsiya olingandan keyin restoran menejeri bu narsalarga javob beradi. O'zingizni manfaatingizni o'ylab, boshqalar mulkiga ziyon bermasligingizni iltimos qilib qolardik. Rahmat.